Ha, talab etiladi. Sterilizatsiya hamshirasining malaka oshirganligini tasdiqlovchi hujjatning so'ralishi tibbiy muassasada avtoklav va boshqa sterilizatsiya uskunalari bilan ishlash, maxsus bilim hamda amaliy ko'nikmalarni talab qilinishi bilan bog'liq. Avtoklavdan foydalanish, sterilizatsiya oldi ishlov berish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, dezinfeksiya qoidalariga hamda epidemiyaga qarshi rejimlarga qat'iy rioya etish faqat ushbu yo'nalishda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimlar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Mazkur talabning asosiy maqsadi shifoxona ichki infeksiyalarning oldini olish, bemorlar xavfsizligini ta'minlash hamda sterilizatsiya jarayonlarida xatolarga yo'l qo'ymaslikdan iborat. Shu sababli sterilizatsiya hamshirasining malaka oshirganligini tasdiqlovchi hujjat tibbiy faoliyat litsenziyasini olish uchun ariza topshirishda so'ralishi nazarda tutilgan.